Esinglarda bo'lsa, yaqinda do'konimizda o'g'irlik bo'lgandi. Bularni hammasini taktikasi bir xil ekan. U paytda men faqat do'konda o'zim bo'lmagandim, singlim o'tirgandi. Bugun men hozir o'tirganimda bu safar bular 3 kishi bo'lib kelishdi. Bularning taktikasi hammasiniki bir xil ekan. Ruscha gapirib magazinga kirishadi, orada o'zini tilida gaplashishadi bular. Bular arzon narsaga yopishar ekan. Eng arzon turadigan qizim yasagan brasletni ushab olib, menga yaxlit 200 ming pul beryapti. Ikkitasi naryoqda atirlarni ko'rishyapti yana. Men уже сразу bildim, menga pulini berganda men сразу отказ qildim. Menda mayda yo'q. Mayda bo'lsa ber, olasan dedim. Bu ham aytibdi-ki, menda ham mayda yo'q, qarab ko'r, balki bordir deyapti-da. Menda yo'q mayda dedim. Menda qo'lidan brasletni olib qo'yib qo'ydim joyiga-da, chiqib ketishdi сразу. Keyin men kamerani ochib, uni skrin qilib singlimga tashlasam, o'shalaydi-ku deyapti. Men bularning yuzini yaqindan ko'rmagandim-da. Kamerada xiraroq tushgandi baribirga ham bularning yuzi. Оказывается, shu o'g'rilarning o'zi bu safar faqat 3 kishi bo'lib kelishgan. Magazini borlar, juda ham ehtiyot bo'linglar. Hozir menimcha xuddi o'sha singlimdagi chalg'itishmoqchi bo'lgan. Kichkina narsani olib turib, men faqat bu yerda zdachini sanagunimcha ayoqdan yana как будто ular atir hidlayotgandek bo'lib, yana 2-3 ta narsani balki o'g'irlab chiqib ketardi. Просто ужас, qizlar, ужас.